Elim yaxshi bu mashinadan o'q o'tmaydi. Yetimlanlan nega? Oldimizda bir mashina bor. Mashinadagi odamlar qurol bo'lishi mumkin. Ko'rdingizmi? Infira qizil nurli sun'iy amra orqali ko'z sistemamiz tursa, aniqlik darajasi yuqori. 100 metr yiroqlikdagi veveskalarni aniq ko'rgili bo'ladi. Siz qurolma deysiz, o degan raketa atqoch. Nefrosh! Mashinangizni hayda, bo'lamdi. Tanışamısınız, meşhur muhafızatçı. Shundaq, siz kim? Ted Burandi. New York Ampiton muhafazachilar shirkatining tijoriy yoziq sayat mazgilda bo'ladi. 1 yilning 9 oyida beka qoladi. Ampitondagi milliarderlar Beverly teg'i bilan silsiz jilg'istiklarni qo'shgandimi ko'p tursa, o'zinglarni shuncha nochi chalamiz. Nochi emasman, vaqti kelganda bilasan. Ted Burandi, siz aytgan musobaqada tutqun bo'g'ichining rolini olsiz, shundaqmi? Shundaq. Yana kelib cho'qim mukofot so'masi bilan lo'nqin ufitib olaman. Xaltis bog'idek. Natayin. Siz to'g'riliq gap so'z bak ko'p. Ismi jismingizga loyiq ekansiz. Uncha emas. Xaloyiq, hukmala, meşhur muhafazachilar shirkatidagi Negi Franka yangidan ishlangan Cadillac markali o'qitmas tutqun qilishda saqlanish mashinasini elil haydab sinab qildi. Atki muhafazachilar tirkish musobaqasida meşhur muhafazachilar tartibi bilan boshqa tarafda o'z karomatini ko'rsatdi. Musobaqa natijasida qanday bo'ladiganligini o'z ko'zinglar bilan ko'rgaysizlar. To'g'ri dedingiz. Kimga telefon qilasiz? Rolikni da'vatman. Rolik, men ver. Bizga cho'ng ustal ep qo'ying, biz o'ltirish qilmoqchi. Men sizga musobaqa maykasidan birini ep qo'ydim. Soat 7 da yetib boramiz, bo'lamdi? Ma'qul veli, ixtiyoring. Siz koni cho'p qitimiz tursangiz. Chatoq yo'q. Xo'sh. Ayta, ismni qayerda? Bugun kech oxiri bo'ladi. Qasam qilib beray. Qasam qilib beray? Men qara. Kech soat 7 da kelaman. Agar ismni qo'lga tushiramasam, qasam qilamanki, seni o'ldirib etaman. Güzel hem batur bil ironis goya osmondan tushgandekla paydo bo'lib, Los Angeles amalliq saqlash shirkatidagi chivar ham qovullardan tashkil topgan munavvarlar guruhisini boshlab, eng xatarlik amalliq saqlash vazifalarini kayni-kaynidan qalblik tamomlamoqda. Muhafazachilar tirkish musobaqasi hozir boshlandi. Har qaysi atroflar diqqat. Tutqunning roliga chiquvchi alohida taklif qilingan aziz mehmon darhol belgilansin. Men daraxt. Qamirlama. Bilamsiz,
Bu musobaqa zilzil paydo qiladi. To'g'ri. Agar tutqun bo'g'chi rolga aziz mehmondan birini taklif qilsak, u chaqda texmi dog'dug'i bo'ladi. Alayda bir Qanday alayda? Menga heroinchi, biroq u xohlamaydi-da. Bo'pti. U bo'lmasinlar, uning seriq chochlarini ko'rib, haqqoymikin deb qolmasin yana. Bo'lmaydi. Borat Peterchi. U bo'lsa u bo'ladi, biroq uning hozirgi choch fasoni tutqunning roliga toza loyiq emasmikin. Bruce Willischi. Haras, u kilamasmikin. U do'stlar degan filmda rol olgan. Biroq bu qitimqi rolni ilish xatarlik. Oh, tamshaykichu. Dol, hatton qandaqroq. U yaqindan beri aldirash bo'lmasmikin. Tasma. Bir odam bor, u bularga muvofiq keladi. Kim u? Hechap yaxshi, oldimda turibdi. Mission Dracos, meni bo'lsa demoqchimisiz? Bering. Siz mening yaqin do'stim. Bu qitim yordam qiling. Amsa e'lon qilib o'tay. Siz bizning tutqun rolga alayda taklif qilgan aziz mehmonimiz. Tepburandi cho'qim yana azqimi kelmaydi, Juma? Ma'qul. Ma'qul. Er kishining yanimga kelamaginiga tunji qatim mushunda xushal bo'lib ketyaptim. Rost chataqkansiz. Kech soat 7da ismlikni og'il boradigan bo'ldim. Satqıchın ko'rdingmi? O, ash restoranda kutkichi ekan. Cho'qim olalig'idekmi? O qasam qildi. Osho puxrachi kiyingan o'lgur saqchilardan kun bo'yi xotirjam bo'lolmay yurayman. Ismligin olgandan keyin ularni darhol yo'qitib deyli. Ismlikda qancha odam borligini uqdingmi? 4. Aram 4 odamni o'ldirib, hozirgi o'rnimni saqlab qola oladigan ish bo'lsa, bu hech qancha ish emas ekan, shundaqmi? Kech ko'rishaylik. Hay, tez bo'lin roling. Kichir ko'zlarim olib qoldi. Hozirda kelaman ver. Ma'qul. Bo'ldi, vaqt oz qoldi. Alayda taklif qiladigan mehmonni bekitib bitaylik. Tepib bo'lishingizda umid qilardim. Albatta, tirik kishi musobaqasida bizning xaridorimiz bo'lgan kishi. Chaqchaq qilyapsiz. Meshit. U eng muvofiq. Xizmatingizda bo'lishni xohlayman. Bo'pti amsa. Qoida mundaq. Biz sizni qo'g'daymiz. Boranda tutqun qilishning ko'yida bo'ladi. Nihoyatda oddiy. Siz uning bilan qochib ketmasingizlar. Men? Siz Tepburandining uchiga chiqqan kalvaligini hamma odam biladi. Biz mashina 6 soat qo'g'disak degan bo'lamiz. Sana kerak tizimlik. Ma'qul. Gap anglayman. Men unda qaramasangiz xudisini bo'lgan bo'lib qoldi. Sizga qaramadim. Nima? Tapancha? O cho'qim yaxshi odam emas. Nima? Har qitim dasha bu yerga kasini ilishtirdim. Birsini tepib kiram. Ularni ayirib qo'y. Saqchilar bor. Hozirlik kelaman. Yaxshi odam, yomon odam. Naytim oddiy. Bo'ldi, urushmanglar. Biz saqchi. Bo'ldi, urushmadi otiman. Bo'ldi. Kechiring. Ma. Est. Seni akam deb yuribdimi? Zoda o'ylamabdimi? bo'ldi, Evil. Biz ketaylik. Avarchilik tepolmaylik yana.
$50,000 hajlab mushu tizimlikni oldimmi? Birli ism bakkan-ku. Eliq soltak bizni ahmaq qipti. Ras bizga chaqchaq qipti. Yuragi qopdak nima ekan? Tek saqchilarni chaqirtibdi. Uni o'ldirib deyli. Bo'ldi, o'ltirgin. Elim o bir ism bo'lsa-mu bakkan. Ular tunishsi kerak. Bir amal qilib Meshin Drakoz degan ig'iz ochqizmayli. Uni topqin. Taqozo bo'lib kutgan minutda oxiri yetib keldi. Muhofizachilar musobaqasi hozir boshlandi. Ko'pchilik o'rninglarda o'tirmanglar. Men Meshin Drakoz, anglasam meni tutqun qilmoqchi bo'libsiz. U tutqun qilishni o'ylaydi, biroq undaq qilolmaydi. Bak gapdan ekansiz. Yoqtirib qoldim. Nima deb boshqalarga berib baxmaysiz? Meni mabton qilib oldingiz. Ayrim paranglasak bo'pti. Bo'ldi. Bir-biringlarga ko'ngillar tushib qolgan bo'lsa, men musobaqa qoidasini sizda bergandan keyin mundishib beringlar. Jon qoida qo'llanmisiz sizdami? Shundoq. Ko'pchilikka o'qib bering. Muhofizachilar tirkish musobaqasi tushdi boshlanadi. Biz xaridorimizni 6 soat qo'g'daymiz. Ondan keyin uni bu cho'ng soatning yeniga olib kelamiz. Shu chaqda to'p-to'g'ri kech soat 6 bo'ladi. Oson ishgan bu. Amsa uni obdan yoshirib qo'yinglar. Shunday qilamiz. Xaridorimiz 15 chaqirim doirasiz bo'ladi. Faqat musobaqa qatnashgan shirkatlarning xodimlarining musobaqaga tushish salohiyati bo'ladi. Bosh kiyimingiz bek chiroyli ekan. Bundaq bo'k kiygan odamni ko'mabdi ekanman. Ayollar rangdor kiyimlarni kiyish kerak ekanda. Meshin, bilamsiz, yangichilarning sharti ularning salobati, ijodchonligi ham kuch-qudrati bo'lishi kerak. Demak bu biz. Hay. Men bek taqozo bo'lib ketdim. Taqozo bo'lsingizmi saqlaysiz. Men har birimizga yangi kiyim setib olib boraman. Bu bek muhim. Bir soatda 6 qur kiyim setib olish degan rekord buzishda. Kiyimni yarashtirib kiysa, erlar diqqat qiladi. Shundaqmi? Asta menga yo'l bo'yidagi mashinaga chiq. Tutqunning kiyimini tek kiymidi. To'xtang, hozir tutqun qilsangiz baldirlik qiladi. Vaqt tek to'shmadi. Mening karim yo'q. Men sizni restoranda ko'rgan, Borandi yollabdi-da. Bu qaydiga xilaf. Uni salaydi, nima qilindi? Men chaqchaq qilyapman. Bo'ldi, ilishtirma. Musobaqa komitetiga telefon qilaman. Oldamchi. Yo'l boshliqlar. Musobaqa boshlanmayli Meshinni yutirib qo'yibsiz. Esangizdami? Tet Borandi taqozo bo'lyapman degan. Shunga odam yollab tutqun qilgan ekan. Yordamchi tepibdimi? Shundoq u qoidani buzdi. Bo'ldi, biz Meshinni qutqizaylik. Ondan baholash komitetiga arz qilaylik. Qayerda tutdi? Ko'chada. Esilmalla Soda Sarina yinida. Men qurol-yarog' ko'ryazmasiga boraman. Jon jambozlar yig'iniga qatnashadi. Nega ishga emas, Borandini izlaylik. Menmi boray? Men naq maydonda ko'rgan guvohchi. Bog'liq qo'yinglar. Uni og'ash beringlar. Bo'lamdi? Ha? Shundoq bo'lsin-chi, ma'qulmi? Rostlikli bo'lib ketdi. Mashina qilsanglar nomer qo'shanda? Og'zingni yum. Yolg'on so'zlama. Qarab baqam shu mumkin. Soqchi boshliq Drakoz. Siz bilan tanishganim xo'shalman. Soqchi amaldori? Siz Tetning do'stimi? Tet? Ehtimol. Bizning bir necha do'stimiz bo'lishi mumkin. Ismlikda siz borgansiz. Ismlik shunda. Ismlikni bilamsiz. Uning yana kimlar bor? Shunda o'yinni paqay. Mehroin, Boray Peter, Boris Will. Chaqchaq qilyapsan. Zodi kimlar bor? Hamında padim. Sizlar soqchilar o'zinglarni qiziqchi hisoblaysizlar. Nimaning haqiqiy qiziqchilik ishkanligini bilasizlar? Nima? Qani do'stimning seni zuvonga keltirishdagi vositalar qanchalik bir ko'rib boqqin. Bu ish siz uchun shunchalik muhim edi. Nima uchun Velni izlamaysiz? Tizimlikni shu yozib tursa. Mashhur muhofizachilar shirkatidagi? To'g'ri. Shu. Bu zotda nima deyotdi? Muhofizachiligini to'g'ri. Ular doim puxroch kiyingan soqchilar bilan hamkorlashadi. Shundoq.
Restoran ko'rinishini tez suratga qo'yish qiziq bo'ladi ekan. Rollik ballarini to'lg'ab yangi ketibdi. Xo'p bo'ldi, to'plag'imchilar. Av adamni ko'rdingizmi? Yo'q. Mashhur muhabbatchilar yaqinda dunyodagi birinchi darajalik muhabbatchilar shirkati deb o'zgartirilgisi. Sizni izlaydi ekan. Manuel, Do'stim, mening qo'limda. shundaqmi? Uni qutqizib chiqamiz. U sen bilan so'zlashman deydi. Yo'q. Men aytmayman. Biz o'z kuchimizga tayanib uni qutqizamiz. Biz ba'zilarda qoidaga xiloflik qilmaymiz. Bu musobaqada utqimiz faqat qarab tur. Qaltisi yaraqtab bo'ldi bu. O telefonni qo'yibdi. Bilishing kerak. Arxivim mening qo'limda. Ishni buzib qo'ysang, hammangni soqchi idorasiga topshirib beraman. Tizimlikni tepib bagi. Ko'zim kelib ketdi. Chapsan bo'lsangiz-chi, qarab yiqinglar. Top yuz cho'shqiq ko'z bir ablah bormikin? Yo'q. Birodarlar, men qaranglar, Borandini topolmadik. O g'oyib bo'libdi. Eliq ikki qizni so'radik. Ular bilmaydi ekan. Ular meshini bu yerda deb o'ylaydi ekan. Biroq u yo'q. Undaqda boshqa odamlar o'xshaydi. Uni tutqun qilganlar notanish odamlar bo'lib qolmasin yana. Meningcha notayin. Ular mishini nimishqa tutqun qiladi. Tezroq tekshiraylik. Hiliq banditlar haqida yana nimalarni bilasiz? Sizga ko'rsatay. Tashta qoldidiki, o ablah mishini tutqun qilib ketdi. U rolikni taniydiganda qiladi. Rolikni tepib so'rab boqaylik. O ablah kimkin? Uni tepish oson. Yiliq kuni jidal chiqqanda u turmaga kirib qolgan. O bechora Meshin mening eng yaqin yotoqdosh do'stim edi. Uning bir qatim tasodifiy eski qog'ozlarni avraz yo'liga tashlagan adabsizligini hisobga olmaganda Yaxshi bog'ning rolik turmida. Uni tepish oson. Meningcha yiroqqa berish hojasiz. Rolik yana. Chang o'ltirib so'lga burilaman. Oğlum hepsiz rolik. Hatta benim kalkmaz. Tünüge muşiginiz yetmepti de. Koy, nega öl? Razvedchik Sevit Loislarni ko'rdinglarmi? Ular saqchi. Xuddi jasuslarning jasus nomli filmdagi niqobli odamning niqobini ilvasa yuqori darajali soqchi amaldori bo'lib chiqqandek ish bo'ldi-ku. To'g'ri. Men bil Peles. Haqiqiy saqchi. Saqchi? To'xtang. Sizning qo'lga ilinganligingizni aniq ko'rgan tursam. O puxrachi kiyingan saqchiga tunigini vazifa o'tab etgan-da. Ishni buzib qo'ydinglar. Biz buni to'p-to'g'ri 8 oy pul olgan. Sizlar ketaveringlar. Xo'p, saqchi amaldori. Biz birsining puxrachi kiyingan saqchilarning tizimligini qo'lga tushirmoqchi bo'lganligidan xabar topdik. Har qatim tekshirsak bu odam mush yo'lda bo'lib ketadi. Qalti ko'cha. Biz bir yolg'on ismli kasidoq, men orliqdagi odam bo'ldim. Setovoq uchun agashtirib chiqimizda ishni buzib qo'yibdi emas. Oqshomqidan aqlli bo'lib qopsizlar. Yo'qay. Ahvol og'ir. Sizdagi tizimlik maoshimi? Bizdagi ismlikni ular ib ketibdi. Shunga meshini olib ketibdi-da. So'zlab kelsak gapdi ular. Balkim sizlar uni qutqizib chiqa olasizlar. Kechiringlar, do'stinglarni qutqizg'il bora olmayman. U mening xaridorga yiqilishadigan birdan bir fursatım. Shunga sizlarmi uni qutqizmanglar, uqdinglarmi? Bu ish bak muhim. To'xtang. Meshinning qog'ozlarini avraz yo'liga tashlaydigan yomon odati bo'g'ini biladi. Bo'ldi, aralashmanglar. Mashina haydab, yo'limni to'sima. U rost aytadi.
muhofizachilar tirkishish musobaqasi davomlashyotdi. Qaysi komanda bu musobaqada o'tib chiqa oladi? Ya'ni 3 soatdan keyin natijasini ko'ringlar. %100 jazmlashtira olaman. Mashhur muhofizachilar uni aeroport atrofidagi bir ambarga ushirib qo'ydi. Bu yer 15 chaqirimdan oshadi. Shundaq bilaman. Ular boshqa birsini yolladi. Velbek eligar. Ular qoidani buzdi. Butun yer shari bo'yicha iz qo'g'lash sistemasini ishlatishmi qoidaga xilof. To'g'ri, biroq hech kim bilmaydi-da. ishongim kelmayotdi. Rolik soqchimi ekan? Shundaq, men uni qalvachaqlab yuribdiman. Qarg'anda soqchilar o'zini yushirishga moyil ekan. Bizni aralashtirmayman deb ham xiyol qilmasin. Kim meshini saqchi deb o'ylagan bo'lsa, shu xomxiyol qilgan bo'ladi. Hay. Meshin qalva emas. 4587 ning hamma qismlarini ko'rgan. Shundaq, 2 sekundda tayyorlik qiladi. Biz banditlar bilan qanday aloqa qilamiz? Hay, ular boyli telefon qilgan-ku. To'g'ri dedi Asvel. Telefon shirkatining xotirasiga o'g'irlikchi kirib, telefon bergan o'rinni aniqlay. Eng yaxshisi optikalik signal orqali iliq telefonni olaylik. Yo'q, sun'iy hamra signal yo'liga o'g'irlikchi kirish kerak. Bo'ldilar. Mening o'nli barmog'im bor. Uningga vaqt ketadi. Eng oxirgi telefonni bandit berganmidi? Bilmayman, men aldirash. Yo'lduz 69. Telefon yaxshi amirajimi? Ular kimlar? Sizning sheriklaringiz emasmi? Og'zingni yumush. Hey, yaqinroq keling. Bizning vaqtimiz qis. Mendan foydalanmoqchiman. Tez bo'ling. Meni jiddiy signal yo'llashga amalim bor. Kimni izlaysiz? Voy, men Veleronis. Uxlatib kiyingan soqchilarning tizimligi. Mening qo'limda. Agar kerak bo'lsa, gapimni anglab turing. Veleroniskan, ismlik menda deydim. So'zlang. Rolik saqtipas. Uning sizga setib bergan ismligi. Heliqi ismlik saqta. Amsa. Meshindir Hakoskin. Uchu hamma kishi biladigan yolg'onchi. Og'ziga kelgani jo'ylib yuradi. Uningga hech kim ishonmaydi. Biroq u mening do'stim. Uni qo'yib bering. Ismlikka meshini tegishaylik qandaq? Ulamdi? O'rinni o'zim belgilayman. Ammo meni kuldirlatma. Uni o'ldirishga majbur qilib qo'ysiz. Uni bilan sizlashsam bo'lamdi. Men. Meshin, kechiring. Siz mening eng yaqin do'stim. Ularning sizga cheqilishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Hozir shu yerda turib turing bo'lamdi. Nega baralaydim? Ular meni bog'lab qo'ydi. Nima ovoz bu? Telefon keldi. Kim? Men Rolik. So'dilishni xohlamsiz? Kechikib qoldan Soltak. Men Veleronis bilan deyishib bo'ldim. Veleronis? Mashhur muhofizachi. Hay, men Jon. Nima ish bo'ldi? Ular qani? Biz uqdiq. Rolik asli puxrachi kiyingan saqchikan. Vel banditlar bilan tutqunni almashtirib ketdi. Ammo bandit tedborandi emaskan. Ko'yik bilan Negimo birga ketdi. Men Velga mikrotipli telekamera bekitib qo'ydim. Shunga ularning ish harakatini kuzatib tura olayman. Rahmat Kay, obdan qilibsiz. Men shunday o'ylayman. Hay birodar, bilaman, sen mashinda. Mashindagisi kim? Kahramonmisan? Men seni ko'rdim. Bu telekameraning unumi haqiqatan yaxshi ekan. Qarab boqay. Setvog'ichi kim? Bu saqchi Krayko. Ismli qani? To'xta. Avval meshini qo'yib ber.
Sizlarga qamlashmagan tutqun rolga aziz mehmon bo'lishga ma'qul bo'lganim uchun bek pushaymon qilyapman. Tet ularning qo'lida. Nima? Leyla qisa texchi bormi? U texi Helil meni suyib qo'ydi. Uni qutuldirib beringlarchi. Hey! Qo'linglarda yana bir odam bor ekan. Do'stim hozirla dedi. Unda xo's qanday qilmoqchi? Uchi uchiga chiqqan pochi. Odamni bezor qiladigan ablah. Xuddi mushinaga o'xshash. Uni qo'yib bermasang, ismlikni bermayman. Mundaqda. Boran dinlab kelinglar. Üç, dört, beş. İşik itiklik to'g'ri. Yo'q. Vel ironis qani. Vel. Bu yoqqa chiqing. Menga tushundiring. Vel yo'q. Uning so'z qoldirish apparatiga so'zlang yoki pochta yo'llanmasi yo'llang yoki bo'lmasa menga bevosita deb bering. Ma'qul amsa, velga deb qo'ying. O saqchilarning tekshirib paket toplashiga og'ir ta'sir yetkazdi. Bu adliyaga to'sqinlik qilganlik. Undaqda siz tashan teping. U adliyaga to'sqinlik qilish degani tushunadi. U hozir muhofizachilar tirkish musobaqa maydonida. Rahmat, cho'ng yordam qildingiz. Siz uchun velga deb qo'yay. Birni bo'lmagansiz. Parvardigor, uning tilini kesib yetibdimi nima? Og'zingda nima bor? Chiqara. Chiqa deyman. Iz qo'g'lash asbobi to'zaq tushibdimiz. Bo'ldi, qurolni tashlanglar. Burandi o'g'irliqchi, izqo'g'liqchi ishlatibdi. U boshtil qoida xiloflik qilibdi. Shundaq. Biroq u o'lsa biz utqanmilarmi beka? Cho'q-choq qilmadim. Qurolni tashlanglar. Qurolni tashlaylik. Tekrar deyishning hojati yo'q. Planni ijro qilaylik. Ularni dengizga tashlab o'taylik. Qarag'anda men tirikish musobaqasida utanmag'dekman. Albatta biz ustimiz. Siz qoidaga xiloflik qildingiz. Jazolanishingiz kerak. Sizlarga deb qo'yay, musobaqa tugamali jinimizdan juda bo'g'il tasliq qildi. Oldabchi. Aeroplan uchdi. Hamish plan bo'yicha bo'lyapti. Yo'q, xo'bos. Planda o'zgarish bo'ldi. Men qara, men oliy sudga bormayman. Puxrach kiyingan saqchilardan qutulish uchun Janobi Amirga ketmoqchi bo'ldim. Uqdimmi? Uqdim. Endi sen o'rgatmasanmi bo'la? Iz qoldirmaslikni bilsan-ku. Qanday qilishni bilaman boshliq. Yaxshi aroqqa. Hozir haroq ichirgan vaqt emas.
Amal tepildi. Rahmat Kay. Bel tutqunni almashtirayotganda chatoq chiqibdi. Ularni avatmasak bo'pti ekan. Kayning deyishicha Krayining xususiy aeroplani uchibdi. U Federatsiya havo qatnash idorasiga uchish yo'lini iltimos qilibdi-dek. Oshkorlanib qoldi-da. Ular qochmoqchimidi? Balkim, biroq g'alit yeri Kayning deyishicha, birisi Janubiy Amerikaga boradigan aeroplan bileti zakaz qilgicha sotning inovatli kartasini ishlatibdi. Hey, to'xtanglar. Menga bir tushuncha beringlar. Shundaqmi? Nima ishdi rolik? O'zingizdan. Nima qilmoqchisiz? Biz bak aldirash xaridorlarimiz tutqun qilinibdi, esingizdami? Bo'ptamsa. Biz hamkorlasak bo'la? Balkim. Qanday qilay deysan? Mashina ariyat olaymikin? Chapsab men rolik. Xabar. Aeroplan avtomatik uchib havoga boradi. Ajab yaxshi. Havoga o'dilni boramdi. Shum xabarmi bor? Havoga yetib bormaylar. Aeroplan portlaydi. Sizlarmi tugisizlar? Saudiya o'lganliginglarni e'lon qildi. To'lim afsus. Ma'qul emsa. Aq yo'l bo'lsin. Bir narsani og'ash keting. Qandaq narsa u? Uning mushti. Mao ablahni nereye tatanlar? Mao ablahni nereye tatanlar? Sal chatoq bormi nima? U uchish yo'lini iltimos qilgan tursa, buni hamma odam biladi. Janubiy Amerikaga uchadigan aeroplan yana 2 soatdan keyin uchdi. O'ylig'inimdek bo'pti. U ehtimol xususiy aeroplanga chiqmagandi. U aerodrom yo'lida bo'lsa kerak. Bu yerdan aerodromga boradigan mashinalar mig'miq tursa, Krayining qaysi mashina ekanligini qanday bilamiz? U hukumat mashinasida o'ltiradi, arxivi bo'lishi kerak. Kay, u mashinani tekshirib beqing. Sun'iy hamra orqali is qo'g'ilsak bo'ladi. Qaltisgansizlar-ku. Bu mashinami qaltisgan? Men qarag'mayshin. Buramdan shikkanlar parashyut bilan sakranglar. Yo'q, men qo'rqaman. Bildi sakraysizlar. Buni qiziq bo'ladi ekan. Bo'ldi, esinglar bo'lsin. Chiqib tanini tortinglar. Rahmat, avara bo'ldinglar. Keyin ko'rishamiz. Menga ishinglar og'risin. Bu yoqqa kelinglar. Tez bo'linglar. Sakranglar. Çık durun. Xudoyim. Yeni bir ishini yopib oldingiz. Meni uchirib ketgili qil qoldi. Bo'ldi. Endi kimiga keldi? Faqat birli parashyut bor ekan. Xotirjam bo'linglar. Aeroplanni qo'ndirilishgan 50% ishonchim. 50%? Demak, biz bir bo'lsa hayot qolamiz, bir bo'lsa Parvardigorning yoniga ketamiz. Men texi ideyamda tayyorlik qilmadim. Beramiz. Ber, tez bo'ling. Parvardigor. Tez bo'ling. Egizlikning put-qo'lingizga ta'sir bo'layotgandi. Sizni dang chiqirib dedi. Siz ma'lum xumparni bog'lab o'ting. Men yer qo'nishdan omonat qilay.
Yaxshimisiz, mashhur muhofizatchilar? Kay, Manuel, sizdan bir ishni so'ray. Aeroplan haydayalamsiz? Hamma yerda men bo'lmasam bo'lmaydi. Tahlida aeroplanga kirganingizni qarshi olamiz. O bu yer ekan. Tap-top. Keynimizde bir maşını bak. Bizi yetişiyor musun? Hop. Tez haydi. Ongu bırak. Mashina buzilib qoldi. Ulanı caylı ver. Daşanı doğrab qo'ydim. Bo'ldi, qilib bo'ldim. Aeroplan aylandi. Yaraysiz Kay. Yana-chi? Vel, egizlik soatiga qarang. 15 ming fot egizlikni saqlang. Uqdim. Qo'shimcha qanotni qachon ishlataman? Hozirla ishlatdim. Vel, u degan chaqib bo'pti. Uni ishlatdim. Bo'ldi, qilib bo'ldim. Yana-chi? Aeroplan 5'ini ko'taring. Aeroplanni qo'nish yo'liga to'g'rilang. Bo'lsin. Kontralaysiz Vel. Astildim. Astildim. Tuz qo'ying. Tuz qo'ying. Astaroq. Bo'ldi. Kay, ikkimiz bir bo'lib Yohan cho'xtani besib tushdik. Bey to'g'ri dedingiz. Mashhur muhofizachilar bilan Hampton muhofizachilar shirkatidan uchur yo'q. Qarag'anda ikki taraf jiddiy tirkishmasi kerak. To'xtanglar. Ted bo'randa ekan. U tutqun qilyapti. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Ho, do'stlar. Vel, ko'nglingizni yarim qilg'im yo'q edi. Texi helala. Ted bo'randek o'tiribdi. Nima? Aldamchi. Aldamchi, aldamchi. Vel, qanday qo'nishini nimishqa mendan so'ramaysiz? Meni tillab ketamikin deb qo'rqdim. Chaqchaq. Telefon nomeringizni unutib qolibdiman. Rost. Rolik bo'lmasa bu qavaxonada bir narsa kamdakli turadi. Hey. O keldi. Qanday turyapsizlar? Yomon emas. Bugun men mehmon qilay. Hay, muborak bo'lsin. Amalingiz o'sibdi deb angladim. Saqchi idorasining to'g'ri o'g'irlikchi kiravedim. Boshqalardan angladim. Bir do'stim tabbadi. Rost, men yana bir maxfiy vazifa topshirib oldim. Qani ko'tiraylik, birodarlar. Kelar Rolik.
Qaş. Xanımlar, əfəndilər, mühafizəçilər, mən iftixarlıq bilan şunu jakarlayman ki, bu qatimki mühafizəçilər Türk Şintablıqning çempioni Ted Borandi bo'ldi. Dunyodagi birinchi darajalik muhofizachi bo'lganligimdan bakmi xushalman. Bu men uchun sharaf. Ted Borandiga ishonsanglar cho'qim noumid qolmaysizlar. Aldamchi. Mao kalva hushini yo'qotib qo'yibdi. Navoda bu sharafdan yana bir kishi bilan tang bahramon bo'lmasam, qattiq afsus ichida qolaman. Chunki u men bilan boshqa kun tushganda hamdam bo'lib, yomonlikni omonlik aylantirgan. U kishi hozir o'sha yerda. Meshin Drakos. Sahnaga marhamat qiling. Bundaq tutqun qilinishning bakmi romantik bo'lganligini e'tirof qilmasam olmayman.